Ana elim, illatim, oyginidagi go'zal axloq degan libosi bor millatim. Qo'lini ko'ksiga doim bosgan o'zbekim. Mani elim, g'ururim, jonim fido bo'lsin agar mani kamda har dam. Salomaligi bor, oqibatda oxiridagi moddam. Xotirjam o'zbekim, mani millatim, donishmand devonxonam. Bu yerlarni kezdi bo'lib qaryon ahli xarobotilar. Devonayu mashoyix abdollar, Ibn Sino bobolarim, Hazrati Naqshband darajati ulug'lar, balogardonlar. Terani koinot sirlarini bilishni istar hamon bu odam zot. Hozirgi kunda ham noayyon bardavom. Endi aniqlanib mani kamda har dam. Salomaligi bor, oqibatda oxiridagi moddam. Xotirjam o'zbekim, mani millatim, donishmand devonxonam. Bu yerlarni kezdi bo'lib qaryon ahli xarobotilar. Devonayu mashoyix abdollar, Ibn Sino bobolarim, Hazrati Naqshband darajati ulug'lar, balogardonlar. Terani koinot sirlarini bilishni istar hamon bu odam